Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Keling, nima xizmat? Meni tanidingizmi? Ha, tanidim, Mr. Bismisan? O'sha. Sizni qishlog'ingizda bitta aksiya o'tkazmoqchiman. O'shanga ruxsat berasizmi? Ha, albatta, soliqni to'lasang bemalol o'tkazaver xohlaganingcha aksiyalarni. O'zi qanaqa aksiya o'tkazmoqchisan? Hozir mana sizda bir stak olmos bo'ladimi? Men bu yerda yutuqli aksiya o'tkazaman. Ha, bo'pti, bor o'tkazaver unda. Aha, rahmat, sog' bo'ling. Oho, bir stak olmos deyman, nima qilaman mazza-ku? Va nihoyat yetib keldim 13 qishloq. Ancha vaqt bo'lib ketdi o'zi kelmaganimga. Kakraz o'z obunachilarim ham shuni xohlab turuvdi. Ya'ni sizlar xohlab turuvdinglar. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Jo'xa va sizlar meni yangi videoimda. Albatta kanalga tez obuna bo'lib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki 13 qishloqda nima o'zgarishlar bo'lganini hali bilmayman. Mana daraxtni mana tomoni kim kesib ketdi? Tushunmadim, to'p-to'rbuchak daraxt edi. Daraxtlar ham bahor kelganiga qanaqadir g'alati tusga kirib qopti. Mayli. Nimadir bo'lgan shekilli daraxtlarga hozir men janob Merdiyoniga birinchi bir borib kelishim kerak, chunki ancha vaqt bo'lib ketdi janob Merni ko'rmaganimga. Undan oldin albatta polizdagi hosillarni yig'ishtirib olib borish kerak, chunki janob Mer so'raydi. Qani hosillar? Janob Jo'xa stop. Toyota. Yana shoh tushib turibdi, qaranglar. Har kelganimga shuni olib tashlayveraman. O kim bu? Tushunmadim. What the? Mr. Beast mi? Ya assalomu alaykum bratanim. Va alaykum assalom. Qalaysingizcha? Siz 97-qishloqda emasmidingiz? 100-qishloqqa ham bordim, 13 ga keldim hozir. Aksiya o'tkazyapman. Bu seyflarni men bunaqa qilib qo'yibsiz. Seyflarni pul to'lab ochiladi. Ichidan har xil omadli narsalar chiqadi. Nima chiqishi mumkin misol uchun? Misol uchun mashina chiqishi mumkin, telefon, kompyuter, har xil uy jihozlari chiqishi mumkin. Tushunarli, uy jihozlari, qanaqa uy jihozlar chiqadi? Muzlatgich, kir mashina, shunga o'xshash narsalar. Tushunarli, mashina ham chiqadimi? Mashina bor, bitta BMW qo'yganman. Rostammi? Rostam. Buni qancha pul berib ochish kerak? Bu unchalik qimmat emas. 30 ta olmos yoki bir stak qishloqdagi pul evaziga, ya'ni qishloqingizda qanaqadir dollar bor ekan, yashil. Tushunarli. Demak 30 ta olmos yoki nima deyotgandim, o'shancha pul, ya'ni 30 ta pul, yo'q, bir stak pul demoqchi edim. Shunaqa. Mayli, unda men pul topib ko'ray, agar pul topolsam kelib unda ochaman birorta. Mayli. Kartaga tashlab bersam ham bo'ladimi? Albatta. Mayli, unda yo'q, dahshat-ku. Qishlog'imizda bunaqangi rivojlanishlar cho'tki bo'lyapti. Yaxshi, mashinali bu bo'laman, balki mashina yutib olarman, balki kompyuter ham bor dedi. Kompyuterni sotib olmoqchi edim o'zi, kakras yutib olsam zo'r bo'ladi. O'zimda kompyuterim bor, lekin hozir bu yerda yo'q-da, ya'ni bu qishloqda yo'q, narigi qishloqda bor edi. Bu yerda notebookim bor. Notebookda Minecraft unchalik yaxshi o'ynab bo'lmaydi, chunki qotadi, juda ham qotadi. Hozir mana polizdagi hosillar bir chekkasini yig'ishtirib turib janob merga olib borib soliq to'lab kelay. Menda pul bor edimi yo'qmi esimda yo'q. Agar pulim bo'lmasa janob merdan borib qarzga pul olib bo'lsa ham nima edi, seyflarning ichidan bittasini ochib ko'raman. Endi har narsa bo'lishi omadim kelib turib nimadir chiqib qolgudek bo'lsa, bilasizlarmi, u dahshat bo'ladi. Keyin u mashina chiqib qolsa, o'sha boyman men. Keyin любой qishloqni mindirmay yursam ham bo'ladi. Farqi yo'q-da, garochi. Hozir men bu yerlarni cho'tki qilib olsam, to'xtanglar, bug'doy ekmayman bu yerga sabzi u va yana kartoshka ekib olyapman, nima qilyapman? Bu yerga sabzi ekish kerak. Sabzilar takoy pishadi, chunki birinchi, ikkinchi qatorga doim bir xil ekaman-da. O'shaning uchun o'rganib qolgan. Sabzilar birinchi, ikkinchi yerga o'rganib qolishgan, o'shaning uchun shu yerga ekanman. Mana takoy bo'ldi. Endi hozir uyimdan kirib ko'raychi, pulim bormikan. Keyin ketmayman, qo'yaman-da, janob Merdiyoniga borib kelaman. Hozir pulim adashmasam voy 9 dona pul bor ekan. Nahotki yetmasa qurollarim joyda. Mayli, hozir janob Merdiyoniga borib kelayin avval. Keyin janob Mer menga pul beradigan bo'lsa, kartamda pul bor, lekin kartamdagi ishlatgim kelmayapti. Chunki kartadagi pulni bir ikkita narsaga to'lashim kerak. Ya'ni nima dedim? Kredit degandek gaplar bor. Assalomu alaykum janob Merim. Va alaykum. Nima laganchalik qilyapsan? Yo'q, laganlik qilayotganim yo'q, prosta janob Mer demoqchi edim. Shunaqa degin. Nima gap? Soliqlarni olib kelgandim. O'zi ancha payt ko'rmadigan qishloqda. Shunaqa, qaysi biriga qo'yayin? O'zingning har doim ikkinchi shkaf bo'lgan ko'shaga qo'y. Ikkinchi. What the? Bir stak olmos kim qo'ydi bu yerga?
Ana u Mr. Beast soliq evaziga qo'yib ketdi. Ya'ni qanaqadir aksiya nimadir o'tkazayotgan ekan-ku. Как раз o'shanga pul olmoqchi edim sizdan. Pul berib tursangiz yaxshi bo'lardi. Qancha pul berishim kerak? Bitta seyfni ochish uchun 30 ta olmos yoki 1 stak dollar kerak ekan. Menda dollar yo'q. O'sha bergan 64 ta olmosi bor. O'shani olsang 30 tasini berib turaman, lekin uni evaziga nimadir ish qilib berishiga to'g'ri keladi. Keyinchalik o'zini qaytarib bersam bo'lmaydimi? Yo'q, menga o'zi kerak emas. Men pulni ishlatmayman-ku baribir. To'g'ri aytasiz. Mayli, farqi yo'q, ishlab beraman. Hozir 30 tasini olayin unda. Aha, mayli, borib bemalol aksiyada qatnash. Lekin nimadir zo'rroq yutib olsang, menga pul evaziga o'shani bersang ham bo'ladi. Mayli, unda men ketdim. Mayli, omad. Aha, mayli, rahmat. Nima narsa yutib olaman ekan? Nima narsa yutib olaman? Bu tomon dedi, qayoqqa ketyapman? Janob Mr. Beast, men 30 ta olmos olib keldim. Hozir ko'rayda. Men qaysi birini ochib ko'rishni o'zim tanlab ochamanmi? Ha, albatta tanlab ochasan. Qanaqasiga janob merda ovozi eshitildi? Hayron qoldingmi? Ha, hayron qoldim. Men janob merda ovozini o'xshashni o'rganib oldim. Endi videolarimda janob merda ovozida gapiraman. Yo'q. Shunaqa. Olsang yana gapirishim mumkin. Gapiringchi. Nima deb gapiray? U nima deb gapiray deb gapirdingiz? Qo'yinlik gap yo'q. Men 30 takda olmosni, 30 ta deb 30 ta olmosni oling-da. Hozir men 1 2 3 4 mana shu 4-chisini ochaman onasini demsin. Xohlaganingni ochib ko'r. Tak. Qurolmi? Ha, qurol. Tak, mayli, qurol bo'lsa ham zato menga zo'r narsa tushdi. Oyna sinib ketdi. Men hozir janob mer bu qilgan ishimni ko'rsa aniq nimadir qiladi. Mayli, unda men ketdim, yana pul topa olsam-ki boshqa ochishim mumkin. Unchalik yaxshi narsa tushmadi-ku, qurol unchalik yaxshi narsa emas-ku. Mayli, janob merga borib kelakdir. Janob mer, Ha, Jo'xa. Kechirasiz, eshikni ochib yo'q borib. Xullas, mana bu narsa chiqdi. Menga qurol ko'rsatma. Kechirasiz. Mana shu narsa chiqdi seyfning ichidan. Seyfning ichida hali qurollar ham bor ekanmi? Ha, mana shu qurol chiqdi debman-ku. Takoy qurol ekan lekin. Buni qarang, menga yarashib turganini. Ha, yaxshi. Unda qara, senga bitta, qarochi, mayli bu qurolni menga bergan o'sha 30 ta olmos evaziga. Menga kakras o'zi qurol kerak edi. Kakras o'zim bilgandek olib kelgandim, qarang. Shu yerga qo'yayinmi? Yo'q, uyimga kirgizib qo'y, xonamga. Hozir xonangizga kiritib qo'yaman. Tak, xonangizda hech qanaqa shkaf yo'q-ku. Yerga tashab qo'y. Mayli, farqi yo'q, yerga tashab qo'yish ko'chaga chiqib qolar ekan, bu yoqqa tashab qo'yayda. Men bu yoqqa tashab qo'ymasam ko'chaga chiqib ketyapti qurol. Tak, mana bunaqa, tak, mana bunaqa, tak, mana buni mana shu yoqqa tashab qo'yaman. Janob mer, bo'ldi. Voy, yana qo'lim gillashib olyapti. Ana yoqqa borib tush. Qo'ydim janob mer hammasini. Ha, yaxshi. Unda men ketdim, hozir kartamda biroz pul bor edi. O'shanga yana ochib ko'raman. Menga o'zim mashina tushish kerak edi. Mashina yo'qmi seni? Yo'q-da. Sen kapan gado ekansan-ku. Unaqa kapan gado deb tashamang. Mayli, hozir men ko'rasiz. Ochaman, mashina tushadi. Bittadan mashina tushirib beraymi? Voy, janob Mr. Beast, kartangizni ayting-da. Yozib ol. 9860. Bo'ldi, gap yo'q. Pul tashib yubordim, qarangchi. Bo'ldi, tushdi, ochib ko'r endi. Tak. Mana shu. BMW, pizza va kola. Nahotki bu narsalar menga tushgan bo'lsa. Sen omadli ekansan, qoyil. Rahmat. Endi men bu narsalar bemalol o'zim ishlasam bo'ladimi? Albatta, xohlaganingcha. Rahmat, bratan. Yo, BMW tushdi, BMW. Nahotki sizlar umringlarda BMW tushira olganmisizlar o'zi? Tushira olmaysizlar, qiyin emas tushirishinglar. Men BMW tushirdim, qaranglar. Tak. 3 2 1 va nihoyat BMW. Shu dahshat yorvarayishin ekan, borib. BMWni hozir haydab ko'rishim kerak. Tez yurammikan, sekinmikan? Tez yursa bo'lmaydi. Kola bilan pizzani uyimga qo'yib kelan, keyin och qolganimni kelib turib yesam bo'ladi. Yo, mazza, gap yo'q. Pizza 3 ta, nechta pizza bergan menga hozir? Qani joylashtirsam bo'ladi pizzalarni? Tak, mana bittasi. Tak, mana bittasiga joy yo'q endi. Men bu yerga joy bor ekan. 3 ta kola bittasini men bu yerga qo'yib qo'yaman. Bittasini men bu yerga, bittasini men bu yerga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Всё, tamom, normal. Uyimni ichi lekin bardak bo'lib qoldi, qaranglar. Hozir men bu yerdan bitta taporimni olib ketay kirkan bilan. Ana u BMW ga garajim kerak-da. Garajni birato'la BMW ni haydab borib turib, qaytishimda narsa olib instrumentlar, instrument emas. Narsalar, kerakli narsalar olib kelaman, qarochi. Qani, yo, bismillah. Qani, takoy-ku. Qanday haydalar ekan-a?
Hozir mana buni bunaqa qilib olayin, o'zimga qulay ko'rinishi uchun. Hozir birinchi to'g'riga haydaymiz. Yurishini qaranglar. Yoy, mazza, вообще mazza, manga mazza. Manga mazza, вообще mazza, takoy mazza. Tak, buramiz mana shu yerdan asta. Xo'p, asta, tak. Normalniy bo'ldi. Всё, mana shu yerda turasin, nima dedim? Turasin dedimmi? Turib tursin, tura qolsin yoki, короче. Tak. Всё, normali. O roli chiroyli ekan, lekin qaranglar, BMW ni belgisi turibdi. Bu chunki BMW da Merc bo'lsa BMW ni belgisini qo'ymaydi-ku, to'g'rimi? O'sha kech tushyapti. Kech tushguncha uyga yetib olishim kerak. O'sha uchun tez titib tashlayman hamma narsani, toshni ham, daraxtga ham borib kelishim kerak hali o'rmonga. No, kech bo'lib ketadigan bo'lsa o'rmonga borib o'tirmayman. No, boraymikan? Yo, bormasa ham bo'lmaydi-da. Bo'lmasa bo'lmaydi. Hozir imkon boricha ko'proq olishga harakat qilib ko'raman. Mana. Tosh faqat past qismiga, ya'ni tag qismiga qo'yiladi. Bo'ldi, 28 da yetadi. Daraxt uchun o'rmonga BMW ni o'zini haydab borib kelaman. Qani, yo, bismillah. Qani endi hozir men uydan bitta aylanib kelamiz, yana iloji yo'q. Hozir aylangandim, yana bir marta aylanaman. Drift qilishini qaranglar, yorvarayshinku bu. U BMW bo'ladi-yu, drift qilmaydimi? Qiladi-da, конечно. Sizlarga qaysi mashina ko'proq yoqadi? BMW, Merc yoki Lamborghini bor, Bugatti, Chiron, shunga o'xshash Porsche degan mashinalar, Ferrari, короче, chotki mashinalar bor. Qaysi biri yoqadi sizlarga? Menga mana shu chotki yoqdi, lekin juda ham ajoyib mashina ekan. Turishini qaranglar, вообще turibdi. Chiroyli turibdi. Men daraxt o'g'layim bir ikkita hozir, sirasi qaytib ketaman. O'sha qorong'i tushyapti. Qorong'ida o'rmonda ichida yurish вообще yomon. Men ichidan hech narsa chiqmadi-ku. Mayli, u ham shunday nimadir chiqadi deb va'da bermagandiku menga. Va'da berganda nimadir chiqishi mumkin edi. Hozir tak. Menimcha chotki bo'ldi-ya, chotki. Hozir yana nimadir olsam, keyin yana qanchadir olsam, yana qanchadir keyin yetsa kerak. Taborim nima qo'limda almashib ketdi, tushunmayapman. Mayli, mana tak. Yana qancha daraxt olsam yetarkan-a? Ko'proq olish kerak. Iloji boricha ko'proq olsam, keyin bemalol xohlagancha kattalikdagi garajni qursam ham bo'ladi. Garajdan boshqa narsa qursam ham bo'ladi. 18 ta bo'lgan bo'lsa, yana bitta daraxt chopamiz. Yana bitta daraxt chopsam normali bo'lar ekan. Tak, hozir mana. Okey. Mana всё, normali, всё. Xo'p, mana daraxtni bu yerga tashlab ketishibdi. Mayli, qaytarib ekib qo'y. Ekdi ekan. Daraxtdan tushgan. Tushundinglarmi? Daraxtdan tushganda.